Assalomu alaykum. Bugungi smart kredit tizimi, ya'ni CRM tizimini qanday ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu hozir real mijoz tomonidan ishlatilib kelayotgan CRM bo'lib, a, bugun shu ishlash jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi tizimga kirmoqchi bo'lganimizda login parol so'raydi. Login parol to'ldiramiz. Hop, mana birinchi asosiy sahifada ko'rib turishimiz mumkinki, barcha statistikalar ko'rinib turadi. Ya'ni bu CRM tizimi kreditlarga, ya'ni oylik kredit to'lovlarini avtomatlashtirish uchun ishlatiladi. Biz jami kreditlar, ochiq kreditlar, yopilgan kreditlar, umumiy summa shu paytgacha boshlang'ich to'lovlar, qabul qilingan to'lovlar, jami to'lovlar, ya'ni bu qolgan summa. Bu oynalarda ko'rsatiladi. Ya'ni bugungi to'lovlar oynasida aynan bugungi sana bo'yicha kimlar to'lov qilganligi haqida ma'lumotlar, eslatmalar ko'rinib turadi. Shu paytgacha mijozlar tomonidan kechikkan to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Tizim avtomatik bu bildirishnomalarni ko'rsatib turadi. Kredit holati bo'yicha foizlar, bu statistikalar uchun o'z do'koningizni qanchalik foizi yaxshiligi yoki yomonligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, umumiy ko'rinish shunaqa. Bizda tovarlar bazamiz bor. Kreditga sotmoqchi bo'lgan tovarlar bazamiz. Bu yoqda funksiyalar bor, ya'ni tovar qo'shish, tahrirlash, o'chirish yokida qidirish. Masalan, artel desak, chiqarib beradi. Xo'p, keyin mijozlar bazamiz bor. Mijozlar bazamizda mijozlar haqidagi batafsil ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ustunlarda mijozlarni ma'lum bir ma'lumotlar ko'rsatilgan. Ma'lum bir ma'lumotlari keyingi oynada ko'ramiz ularni. Xo'p, yangi mijoz qo'shishimiz mumkin yokida tezkorlik bilan qidirish tizimi bor. O'sha qidiruv tizimlarini amalga oshirib qidirishimiz mumkin bo'ladi. Kreditlar qismida esa biz shu paytgacha kimlarga kredit berganligimiz, qanchaga sotganligimiz, qanchaga bo'lib to'lash soni, ya'ni necha oyga bo'lib to'lash uchun sotganligimiz haqidagi ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu holati hozir kreditni to'layapti yokida closet bo'lganlar kreditni yopib chiqib ketgan, bizga hamma to'lovni to'lab bo'lganlar haqidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu oynada qidiruv tizimi bor. Yangi kredit qo'shishimiz mumkin yokida Excel faylga yuklab olishimiz mumkin bu ustundagi ma'lumotlarni. Hamda o'chirishimiz yokida ko'rishimiz mumkin. Demak, ko'radigan bo'lsak, har bitta mijozni unikal sahifasi ochilib chiqadi, ya'ni ID ga bog'langan. Bunda полностью mijozni to'liq ma'lumoti keltirib o'tilgan. To'lovlar tarixi haqidagi yokida to'lov qo'shish funksiyalari ham ushbu bo'limda namoyon bo'ladi. Hozir bironta masalan kreditni masalan yopgan mijozning tafsilotlarini ko'radigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda umumiy to'lovlar tarixini ko'rishingiz mumkin. Qaysi sanalarda sizga qanchadan to'lov qilganligi, qay tartibda kreditni yopganligini ko'rishingiz mumkin. Har oy 200,000 so'mdan 5 oyga umumiy summasidan qutulib ketgan, ya'ni to'lab chiqib ketgan. To'lovlar tarixini ham boshqarishimiz mumkin yoki tahrirlashimiz mumkin. Yokida o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bu oynada ya'ni kreditlar ro'yxati ko'rishingiz mumkin. To'lovlar sahifasida shu paytgacha sizga nechta jami to'lovlar, ya'ni necha marta to'lov bo'lganligini ko'rsatib turadi va o'sha necha marta 10 marta bo'lgan bo'lsa, o'shanda jami qancha summa yig'ilganligini ko'rishingiz mumkin va oxirgi to'lovni ko'rsatib turadi. Bu yoqda to'lovlar tarixi mavjud, jami.
belgilangan to'lovlar sahifasi bu tezkorlik bilan masalan siz, aaa, biron bir sanani belgilaysiz, sizga o'sha sanada kimlar to'lov qilish kerakligi haqidagi ma'lumotlarni keltirib chiqarib beradi. Masalan, 18-oy, 28-sana 8-oyda sizga kimlar to'lov qiladi? Qidirishni bilsak, bizda Dilnoza Karimova 400 ming so'm miqdorida to'lov qilishi kerak mana shu sanada. Rustam Rasulov esa 300 ming so'm miqdorida mana shu sanada to'lov qilishi kerak bo'ladi. Siz ularga oldindan eslatma berishingiz mumkin yokida masalan boshqa sanani ko'rishingiz mumkin. 26-sanada masalan 8-oy 26-sanasida Shahnoza Ne'matova 300 ming miqdorida, Doston Abdurahmonov esa 500 ming miqdorida to'lov qilishi kerak sizga. Xo'p, keyin yana bitta funksiyamiz cronjobs tizimi bilan integratsiyalangan, ya'ni botga xabar yuborish. Buni avtomatik qo'llab bossangiz ham bo'ladi, ya'ni Telegram botingizga xabar boradi. Ertangi kunga kimlar sizga to'lov qilishi yoki qilmasligi haqidagi ma'lumot yetib boradi. Bu tizim avtomatik har kuni belgilangan vaqtingizda sizga xabar boradi. Avtomatik. Siz saytga kirmasangiz ham bu shunaqa ustunlik tomonlarga ega, ya'ni siz muhim eslatmalarni esdan chiqarmaysiz. Ya'ni nazardan chetda qolmaydi. Xo'p, hozir real mijozga topshirilgan bu proyekt hozir ishlatyapti. Mana shunaqa holatda hozir uni statistikalari. Bu tizim kreditlarni avtomatlashtirish, ya'ni kreditga narsa sotmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni ishlarini avtomatlashtirish, tartiblash uchun ishlatiladi.